أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة الفطر. زكاة الفطر يعني صدقة الفطر. رمضان çıkıp rozet namazı okuşturulgire berildiğin her bir adam kıldığı zekat. Fıtır deyilişte, fıtır idafet kılınışta, yani Ramazan çıkkandan keyin ağız açılgan boğaçqa, ağız açılgan çağda berildiğin boğaçqa şunda deb atalgan deb muqarrılıptı. Yaki fıtır degen fatarallahu aleyha dedik o. Yani Allah Taala yaratgan her bir canğa kildigan zekat degen ma'nosida. Zekatın nafs degen ma'noda. والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول. Bunun münasebet bir qancha bablar var. Mesela في معرفة حكمها. حكم ماذا؟ فرض مو واجب مو يا سنة مو. والثاني في معرفة من تجب عليه. İkincisi qanday kişilerge vacip buludu. Yani vacip deb qaragan taqdirda, hozir farzda vacibni aralashtiradi. والثالث كم تجب عليه. Qanchalik miqdorda berish kerak? Va min maza تجب عليه. Nimadan berish kerakdir? Nimadan berishi vacib bo'ldi? Bug'doydinmi, kumushdanmi degandek. Va rabi'u mata tajibu alayh. To'rtinchisi qachon vacib bo'ladi? Ramazon tugagandan keyinmi yoki hech kuni bomdod vaqti bo'lgandan keyinmi demoqchi. Val khamisu man tajuzu lahu. Beshinchisi qanday kishilar buni os bo'ladi? Qanday kishilarga durust qiladi demoqchi. Al-fasl awwal fi ma'rifati hukmiha. Sadaqat fitrning hukmi nima? فإن الجمهور على أنها فرض. Köpçük alimler farz deb qaragan. Yani bunun içinde yani bir mezhep kelimi vacip deb qaraganlıktan bunun içine çirkitdi. Ve zahaba ba'dul mutaakhirin min ashabi Malik ila annaha sunnah. İmam Malik'ten bazı şagirdlere sünnet deb qaragan. Mutaakhirin keyingi şagirdler değil. İmam Malik'ten eşhab degan şagirdi, yani bazı zahiriler, yani Şafii mezhebinin bir kısmı sünnet deb qaradi. Ve bihi qala ahlul Iraq. Iraklılar degenden kim maksat qildi hozir bu yerda? Yani bir mezhep kılımı ya, Kufiyun bo'lish kerak. Ahl-ul Iraq deb qoldi, lekin bu ahl-ul Iraq kim bu yerda masala var. Chunki yani bir mezhepde vacib deb qaraydi. Demak, ahl-ul Iraq degani hozir yani bir mezhep emas. Yani bir mezhepde vacib deb qaraydi. İmam Şafii mezhebidagi ba'zi olimlardan sunnat deb qaraganlar. Yani zahiriylar bir qismi sunnat deb qarab. Demak, bu shu zahiriylarni Davud Zahiriyni masalan. Şafii mezhebidagi ba'zi olimlar ko'z tutgan bo'lishi mumkin. وقال قوم هي منسوخة بالزكاة. Farz qilingan zakat var, mal mulkning zakati. Shuning bilan bu mansukh bo'lib ketgan deb qarabdi. Va sabab ixtilafihim ta'arud al-athar fi zalik. Bunda hadislar bir-biriga tazalulgan majlis kelib qoldi. Va zalik banda sabata min hadis Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu annahu qala farada Rasululloh sallallohu alayhi wasallam zakat al-fitr ala an-nas min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin. Madistan da farada degan so'z bor. Farada degan so'zni ikki xil tahlil qilish mumkin. Farada degan belgilab beradigan bo'ldi. Qaddarahu. Farada degan yani farz qilyapti degan ma'no chiqadi. Agar mana jumhurning qarashi bo'yicha farz qilib belgiladi degan ma'no. Yana jumhur olimlar farzligiga qad aflaha man tazakka degan oyatni dalil qilib kelgan. Bunun bir rivayette İbn Huzeyme rivayet qilgan bir tafsirda sadaqa fitrini berib, shu zakatni bersa najotga erishib ketgan bo'ldi deb bunda keldi. Tazakka yani ata sadaqatul fitr. Demek bular jumhurning farzligiga ko'rsatgan dalillari. Va zahirada yaqtadul vujub shunami? Ala madam man yuqallidu sahiba fi fahm al-wujub aw an-nadbi min amrihi sallallohu alayhi wasallam lana idha lam yahud lana lafzahu. Sözünü naql qilmay, Rasulullahning sharikatidan ya farz ya mandub vacib deb bunda tushungan bir sahabi bo'lib qolsa, bu sahabini taqlid qilish kerak deb qaraganlar farz deb qaradi dedi. İza lam yahud degani, yani lam yanqul lana lafz Rasul sallallohu alayhi vasallam demek. Sahaba Rasulullahning lafzini naql qilmadi hozir. Ma yuqori qadisi undan diqqat qilsanglar, farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Bunda belgildi, farz qilib berdi. Lekin Rasululloh bunda degan yengib yo'q.
İza lam yahudda lana lafzahu desek ashaba Resulullah'ın sözüne aynen naql qilib qo'ymay, lekin ish harakatidan farzlikni o'zi tushunibdi. Tamam, tushungandan keyin biz bu sahabiga aytishimdik, shu farz deb tushungan qarashida. Aytishimiz deganlar bu chaqda farz deb qaradi. Sahabi yani sahabi. Ve thabata anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala fi hadis al-Arabi al-mashhur. Arabi'nin meşhur hadisinde ayıqda ve zekara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zeka qala hal alayya gayruha qala la illa an tatawwa. 5 vaqt namaz farz, zakat farz dediğo. Ondan keyin buni boshqa bir qildigan majburiyatim bormi desa, ya yo'q, faqat o'zing fidokorlik qilib qilsan bor degan ekan. Mushunda shu farz zakatdan boshqa vojib demadi. Eğer vacip olan bu olsaydı, şu çağda sadakatul fıtrım var, bu vacip de koydu deydi. فَذَهَبَ الْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ. Mal dünyanın zakatını veriş diğerinin işi de batım zekat. Ondan ki bu bayan kılma ötep ketken bunun bayan kılıp etken hesapta deydi. Şunun bir kısmı deydi. وَذَهَبَ الْغَيْرُ إلى أنها غير داخلة. Bu gayranı mensuh tab qaraganlar, gayri kimlar? İbrahim ibn Ulayya ve Abu Bakr al-Asam. Degan bu odatda salda qarashları ayrimroq aciz ayrimroq bir qarashlar var olimlar. Ba'zida la yu'taddu bi mukhalafatin fil ijma' deb turadi. Ijma'ni hisob qilish qilmasdi bunning xilofga ahvollar bo'lib qolsa ta'sir ko'rsatmaydi. Wa dhahaba al-ghayr ila annaha ghayr dakhila. Sadaqatı fitr müşahidesiga zakat nimasiga kirmaydi. Bu ayrim bir masala edi. U zakatul mal, ma zakatul nufus. Undan bu kirmaydi. Bayan qilmagan undan keyin bu farz emas. Farada degan bu belgilab berdi deganlikni bildirdi. Wahtajju fi zalika bima ruwiya an Qays ibn Sa'd ibn Ubadah radhiyallohu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruna biha qabla nuzuluz zakah. فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعله. Bu hadiste malının zakatı farz olan ayet düştün ilgiri Resulullah bana bizi buyurdu. Şu ayet düşkenden keyin andan biz buyurulmadık. Bundan hem çeklenmedik, lekin şunda olsun qiliverdi. Bundan keyin bu bir xil mansub bo'lib ketgan yoki aniq farzligiga aniq dalil qilmagan holatda bo'ldi demoqchi. Yani başka hadislerden de tuhrata minar rafat ve tu'matan lil masakin deb kelgan. Ondan İbnül Munzir icma bağlamış o zakat fitrinin farzligiga deb icmani naql qilgan. Demak Abu Bakr al-Asam bilan Ibn Ulayyaning xilofini hisobga olmagan. Ba'zi chiqmas ba'zi. Demak Ibn Munzirdan icma bunda hech bo'lmasa icma bir dabba qilgan o'shandami deyil bo'ldi. Ondan ba'zi icmalarda öyle tekşis icma yok. Lekin ba'zi yani ko'p icmalarda icma var. Ama buna icma var yo'qligini ta'kidlashda boshqa İmam Navviyning majmuida masalan Ibn Qudamaning Mughni yoki Ibn Hajar boshqa olimlar shunda har turli kitoblarda naql qilgan bo'lsa icma var. Ve İbn Munzir masalan Ibn Abdul Bar icma naql qilgan bo'lsa shuni hisob. Lekin bu mansux qildi deb dalil ko'rsatilgan hadis İmam Nasai Ibn Majah rivoyatining ojiz deb qaralibdi. Mansux qilib ketgan degan hadis. Burun farzga. Lekin qanday bo'lmasin, musulmonlar asosan berib kelgan eng tuvan bo'lsin sunnat bo'ldi, qilish kerakli ishlar. Demak, tuhratal lis-soimina rafat va tu'matal lil-masakin degan Ramazonda ro'za holatda ba'zi bir nashayn gap so'z masalan, ba'zi bir kichik gunohni qilgan bo'lsa, buni tozalaydi demoqchi. Ondan bechora miskinlarga uzuqliq. Al-fasl ath-thani fi man tajibu alayhi wa amman tajib. Qanday kishilarga sadaqat fitr vojib bo'ladi. Qanday kishilarga boshqalar olsa berish kerak deydi. Va ajma'u ala anna al-muslimina mukhatabuna biha dhukranan kanu aw inatha. Demak, musulmonlar hammasi xitob qilinganligi, erkak kishi, cho'ng kichik hammasi xitob qilinganligiga ijmo' qildi dedi. Ibn Munzir naql qildi bu ijmo'ni. Sigaran aw kibara, cho'ng kichik, abidan aw ahrara. Kullusun hurus Müslümanlar bo'lgan xitob qilingan. Hadis ibn Umar al-Mutaqaddim. Ibn Umar radhiyallohu anhu'ningki farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan hadis shu. İlla ma shadda fihi al-layth. Faqat bu ijmodan chiqib qolganlar Lays, Zuhri va Rabi'a bular chiqibdi. Bu nimada chiqdi? Laysa ala ahli al-amud zakatul fitr. Ko'chman xalqlarga zakatul fitr vojib emas. Ya'ni Jütte muqim turgan kishilarga keladi. Chedir tikib, amud degan shu chedir tikib qolindi. Chedirni tikkan chog'i o'ttirib bir
Türk kıldı ola. Şu Türk'ün demek. Ya size ahlamat çedir deşmayla, şul bayağı deşmayla. Ama hem bu icmadan çıkarken kararlar. İcma mı değil olmayın? Leys kan bolsa belki icma zedilaydı lekin bu şu köpçülük alimlarının yani icma yok diyen takdim köpçülük alimlarının her bir Müslümanga kildi diyen karşı güçlü. Biz şunun amel kılıyoruz. Biremeyade namazın kim bir oturdu? Baş çare yok. Ya o kirarcıyla rozeti ilgir bir oturdu da kaza kıldı. Kazası şu ettin kilan bir oturdu. Ilgirenmeydiğen, unutup kaldığın ahvalı buldu mı? Acaba kim bir oturdu buldu. وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له. Demek yezkenler mukum turduğun ahaliga vacip buldu. Şedir tikip köçmel turmuş yaşayan Allah vacibime yazıp karaptı. ولا حجة له. Peki onun delili yok dedim. وما شر أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم. Yana yetim balık hemmayı da çıkartkenli var dedi icmada. Yani ben zaten İmam Muhammed bu yetim balık hemmayı da dediğini nereden kaygın geldi sana? Kişivalının sadaka fıtırının dadısı veriş gerek. Yani bu dadısı bulmadan iken çünkü bir adam yok balı bu demekçe. Yani dadısı veriş gerek diye yerden kaygın söz bu. Ve emma amman tecib hem kanda kişilerge veriş gerek. Fe innehu ittefaqu ala na tecib alal mar'i fi nefsi. Hem adam özgü bir birdo dedi. Ve anna zekatu beden la zekate malin. Bu bedenge karta verildiğin zekat. Pulu karta emez, iktisat karta emez. وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. Küçük ballarının özünden ayrım bir iktisadı bulmasa. Yani dadisi bakin. Lekin küçük balının bazen de küçük balığa ayrımcılık koygan, ayrım belgen bulduğunda şunun namı da koygan mal mülk buldamaz mı? Ya küçük balının öz aldığı ticaret kılıp pul tabzıqalları oldu. Öz aldığı pulları bulmasa deydi. Atıla şu ballarına karta zekat çıkırdı deydi. Ve kederge fi abidihi. Kullarının eksen bir diken hocay. İza lem yekun lahum mal, yani kullarınınki mal mülkü bulmasa. Yani kulla adeti igdaçı hukuku bulamdı bulmamdı taş var. Lekin buldu diyen takdirde mülkü bulmay kalsa kulları gördi. Ve ihtalafu fîmâ sivâ zâlik. Andın başka meseleler ihtilaflaştı. Ve telhis medheb Malik fi zâlik. İmam Malik'in mazhabını hulasılasak, enneha telzemur racula ammen elzemahu şer'un nefaka aleyhi. Şeriat muşunun çıkımını kıpırışın gerek de nefkı belgeleyen kişilerin sadık fıtırını beridi dedi kişi. Ve vafakahu fi zâlike Şafii. İmam Şafii'nin buna makul geldi. İmam Ahmed başında. Bula sen kimni baksan, bakkan adamının zekat fıtırını berişin gerek demek. Mesela ayağlarının, uşak kollarının degende. Kullarının, hizmetçilerinin. Bula eddu sadakatal fıtri ammen temunun degen bir aciz hadisine delil gösterdi. Temunun diyen sıra şu, bakıdığan, uzuktulikini kıpırdıgan demekçe. وإنما يختلفان من قبل اختلافهم في من تلزم المرأة نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه. Hem de bula İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed'le uzan bakkan kişilerge sadaka fıtır berişin gerek dedi. Lekin bula üzerinde kanda kişine bakış vacip, kanda kişinin bakmasını buldu, mağın talaşlar sıkıldı. Mağın talaşlar kanıgan iken kanda deniz sadaka fıtırını beriş gerek diyende onun da tabii ahvalda ihtilaflaşkan dedi. وخالفه أبو حنيفة في الزوجة. Yukarı karıştıkla bakış vacip boğalarını belgeleşti ihtilaflaşıyordu. Ama belgelep boğan iken kim baksa şu bir doğru deydi. Ama Abu Hanife ayalının sadaka fıtırını ayal özü bir doğru depti. İlgirikiler ayalınınkini ama yeri bir doğru degen çünkü er nefkı beğendik. وقال تؤدي عن نفسها ayal özü bir doğru. وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال. Yani Abu Thor mu yani kulunun meli bağ da karısak bunda ahvalda yüzgüzü bir doğu bu özünün malı bağın diken depti. O hocayının oldu. Yani hocayın yak bu sana kâgâdiyeki özün işlet. Özün bir taraf kıldı. Bägen bu sitte bu özün oldu. Yani kulunun özünün igdaatı kılış hukuka esası yok. Bu kuldaki kandan mal mülken mesela hocayının oldu. Fakat lan hocayın özü bir bitep. Bol sen ma öyle uttasının olsun. Maşinini mingensin olsun. Özünün turmuşunda ne kadar çoğalırken sen yallah benim kulum. Da bunda kıran bolsa bu kulun özünün mülkü olan buldu. Tabi İmam Ebu Hanife
ayol kishi o'ziga birdo deganga nima dalil qilgan? Shu bayatın İbn Umarning hadisi bor. Zakar aw unsa minal muslimin degan hadis. Zakarga o'zi birish vojib bo'lgandek, aw unsa degan ayolga o'zi birish vojib deb masayidin dalil ko'rsatgan. Lekin jumhurning dalil ko'rsatgan hadisi ajiz. Demak Abu Thawramda qulninki melolab qolsa o'zi birdo deb nimda idza kana lahu malun zakka an nafsi va lam yuzakka anhu sayyidu. O'zining melolab qolsa o'zininkini o'zi birdo, xo'jayini bermaydi. Va bi qala ahlu zohir. Zohir ilmi mush qarashdi bo'libdi. Chunki bu nimaga o'xshaydi desanlar, xuddi shu o'zi qilish kerak bo'lgan ibodat farz vojiblarga namozni o'zi o'qimasa bo'lmaydi, ro'zani o'zi tutmasa bo'lmaydi. Buning pulini oladiga o'zing birsa, o'zing bermaydigan bo'lgan taqdirda, puling yo'q, mulking yo'q bo'lsa, xo'jayining birti demak. Demak bu ahli zohirning qarshi kuchli kelmishadi. Ala kulli hurrin aw abdin degan ekan hadisda. Abdiga o'xshash vojib bo'ldi. O'zi bir adilga shu xo'jayinni so'rab qilishni vojibdir. Namozni xo'jayin o'qib qo'ymasaqchi. Wal jumhur ala annahu la tajib ala al-mar'i fi awladihi as-sighar. Ko'pchilik olimlarda o'zining kichik bolalari bo'lib qilib, bolalarininki ayrim mil bo'lsa, biz bayatni deganda tijorat qildiki ayrim, o'zining ayrim bir hisobi ekan bunda. Demak, ota-onalarga mol mulk va bolalarining sadaqa sifatini berish vojib emas. O'zi. Sagirin aw kabirin dizg'o. Va bihi qala Shafi'i va Abu Hanifa va Malik. Imom Ahmad bin Bilal. Demak, bu jumhurning qarashi. Imom Shafi'ning ikki qarashining birisida deb qilgan asos ko'pchilikning. Va qala al-Hasan. Al-Hasan dabtu sizning kim shunami? Ya Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan bo'lish ehtimoli bor. وإن أعطاها من مال ابن فهو ضامن. حسن البصري deymiz hozir. Al-Hasan bo'lgan ekan, Hasan Basri. Hasan Basri tabi'i bu otasi birdi buni. Agar balisining milidan birib qolsa, balisining malini to'laydi debdi. Boshqa bir odamning malini buzib o'tganda ekan. Buzib chechiyapti. Chunki o'rinsiz bir joyga qo'yibdi buni. O'zing bilishing kerak bunday. وليس من شرط هذا الزكاة الغنى عند أكثرهم. Hamda buni qanday kishi birdi? Sufit qanday desak, bu nisob yoki ma'lum boyliqi va odam biramdi yoki kambag'al kishi biramdi. Ko'pchilik olimlar buni nisob yoki ma'lum darajada boy bo'lish shart emas deb qaragan. Bal an takuna fadlan an quti va qutayali. Balki o'zining va balchaqalarining oziq-tulikidan oshsa degani bir sa ishib qolsa. Fadlan ya'ni fadilan an quti va qutayali laylatal ayd. Qachongacha? Eid kuni kungacha deylamdi. Eid namozigacha desak bo'ldi. Eid namozigacha o'zining va bolalarining oziq-tulikidan oshqay 1 soat ortiq tamoq qilib qolsa, berish kerak ashuni. Demak, hammadan birda deylamdi hozir sharoitda. 1 soat yo'q da ushirmaydi hozir. Yurtlarda deganda hadisda masalan ayol hur degandan shuni qarab. Ashundan hur kishi olsun, ayol olsun, qul olsun, hammasiga endi belgildi degan ekan. Yüz to'lash belgilanmaydi, shuning ustidan. Shu ustiga belgildi. Lekin bundan kim birdo degan gap boshqa bir qo'ysin bo'ladi degan gap yo'q. Lekin bundan darhol tushunsak, shu odatda albatta oldi bilan o'zi berish kerak bo'ldi. O'zi bermaydigan, ma'lum bir kashil olib qolsa, boshqani bir. Lekin o'zi beradigan turg'ini o'zi bermaydi. Hatta mesela ayol kishini kaparat verish kerak bo'lib qolsa, kim biladi shuni? Yer beramdi yoki ayol o'zining mildan beramdi? Mesela nazr qilgan, kaparat qilgan, endi vojib narsa bormi? Buni agar ayol o'zi bilgan bo'lsa, buni albatta o'zi bilish kerak. Bu bir ibodat bo'lgan ekan, ashuma bir ibodat qilgan banda bo'lgan ekan, o'sha ibodatning ta'min tez bilish kerak-da. Boshqa u eri berib qo'ysa, uni turmaydi ayol. Ba'dimi men chiqdi, hech narsa ketmagan ekan. Bu hech qanday qiltavermaydi. Bir narsa chiqargandek bo'lmaydi endi. Lekin o'zi yanchiqida bir so'mkasini ichib, pulni sanab, gachida chiqarsa, o'chaqda endi nima chiqdi deb unda xajlashning tuyg'usini tetigan bo'ladi. Asli masala shu. Bu bir tarafdan undan to'hratal lisayn dedi. To'hratal lisayn bo'lganki, o'sha ayolning o'zining endi paklash uchun bo'lganki, o'zining rizqiga chetishlikka hech nima yo'q. O'zi bilish kerak. وليس من شرط هذا الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب. يعني نصاب قيد كان من دبوش كلام. بل أن تكون فاضلا دلا عن قوته وقوت عياله. يعني فضلا عن قوته وقوت عياله. قنچلك فضل والشكراك برساع مقداره قچانغچا ليلة العيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجب على من تجوز له الصدقة. Sadaqa ası dürüst olduğun kişiler bəmisin buldular, vacib emas. Li'annahu nima uchunsa, li'annahu la yatami an tajuza lahu wa an tajib alayhi. Çünkü hem ası dürüst olduğun hem beriş vacib olduğun bunda ikkisi bir şəxsdə cəmlənməydi. Mal zakatda Resulullah tu'xazu min aghniyaihim
Fatraddu fi fuqara'in degan. Shuningga qiyaslangan gap. Bu bir xil zakat. Ismi bir xil. Ya'ni bu zakatning bir qismi desakmi? Demak bu zakatni boylikdan elib kambag'allikqa qaytarilgan narsa. Bu kambag'allikdan elib yana kambag'allikqa qaytarilgan dash yo'q demak. Demak bu ham oladigan ham birdan munolat bo'lamdi. Ya oladi ya birdi demakchi. Endi bu jumhur nima deb qaraydi desak, bu malning zakat emas. Uning qiyas qilsangiz yoki uning qetig'i chigizib olsangiz bo'lmaydi. Bu bedenning zakati. Har bir jon berdigan. So'ng bu ushaq vallahi shu nimadan tortib zodi hammasi berdi buni demakchi. Şu nisab ketmaydi. Endi buni aniqqa taqirlik u bo'lsa, yana biraz tohratan lisaymin rafat dedi-ku. Tohratan lisaymin rafat deganda nimaga udul gap bo'ladi? Kambag'alni berish kerak. Chunki kambag'alni ro'za tutgan musulmon, uning ba'zi bir qilgan so'zlari, kichik gunohlari uning payqindi. To'matal masakin desam o'zingiz bo'ldi degan gap. Chunki bechora bo'lgan ekan o'zingiz. Lekin jumhurning qarashini olib aytsak, yil bo'yi yoki balki 15-20 yilning yog'i odatdagi turmushda bir kambag'alga unda sadaqa berib yurmaydi deylar, bir o'zi kambag'al odam ekan, o'zi boshqa oldigan odam ekan. Yilda bir qatim bo'lsin zakat fitr bergan chog'da men bu binas berdim deb berganning ta'min tetib bunda o'zini boy his qilib bunda bir yashasin degan bo'lsin mumkin. Bu tarafdan foydali. Yoki berishning qanday tas baylama endi o'zining aşı yurikning jipasini sug'urib bergandek tas berdiganligini his qilib baqsan deb ulug'ma shu berishni vojib qilgan bo'lsin. Hamda bu yo'qlar narsamdi. Lekin bir chiniq turish. Va dalika bayyin debdi. Demak bu degan gap ham ochiq bir xil tanaqudimiz zid qilib qoladi demakchi. Allohu a'lam. Bu xuddi Imom Abu Hanifaning qarashini tarjih qilgandek bilan chiqib qolgan so'z. وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف. لكن جمهور أمدا مكلف كبو دهم لازم مستدى. نيجي ليس بلازمة لمكلف لكن مكلف لم قلغان مكلف أمسلك ما شمس بودي. يعني مكلف أمس وغان أش بواق قلغم كلغو. مكلف كلام لازم كلغان مكلف أمس أدم كم ما يلغى شمس. يعني مكلف أمس كم كلغو. Yani teklif bilen davamlılık çetiştirmez böyle. Mükellefun fi zatihi fakat kel hal fi sair ibadet. Demek bu mükellef qanday adam ise o'ziga aşu qilish kerak bo'lgan narsani o'zi o'rindaydiganlar mükellef düşün ama bu başka ibadetlarda o'zi o'rindaydi. Lekin bunda adam bilan davamlılık bulungan xas emas. Mükellefdan başka mükellef emas dedim. Yani normal ibadetlarga teklif qilingan kishilar ma'no teklif qilindi deydi. Mesela bu vaqola bel ve min qibal g'ayrihi belki başqalarga vacib bo'ldi dedi. Li ijabiha ala sagir vel abid. Chunki mana bu kichik bolaga qullarga vacib bo'ldi-ku. Demak, mukallaf kilam vacib bo'lgan, boshqalarga vacib bo'lmaydi emas, boshqalarga vacib bo'lgan. فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية. أنا مش جقرقادن بواجب بلاش بمسكنا مسبر ولاية ولا بقاسة. قال الولي يلزمه إخراج صدقة على كل من يليه. إيجادات لك مناسبة لك يعني بركش إيجولاش مناسبة لك إيش ده قرقم بوسا. بولي üz başqırılğan إيجولغان هم دمجة بريش كراك. ده بالسقاس أيالغا يعني. ومن فهم من هذه النفقة يقاش pul xajlab chiqim qilsa, shu chiqim qilgan boshqa odamga birdo shunga munosabatlik deb tushungan bo'lsa, bu chaqda yajib an yukhrija zaka an kulli ma yunfiqu alayhi bish-shar. Demak, shariat ashuni beqishni vojib qilgan kishilarning hammaga zakat fitrni berish kerak deb qaradi. Masalan, beqishni vojib qilganligi ayoli, kichik bolalari, dadasi. Va inma arada hada al-ikhtilaf li annahu ittafaqa fi as-saghir wal-'abd. Nima uchun bu ixtilof kelib chiqdi desa, hadisda mush kichik bolaning pulining gapi chiqib qoldi, nima? Chiqqandan keyin ana bu beqish, boqmaslik, igolmaslik degan gap chiqdi dedi. Va humalladani nabbaha ala anna hadhihi zakat laysat muallaqatan bidatil mukallaf faqat. Demak, mush ikki so'z bizning samimizga sab qo'ydi dedi. Mush zakat fitr faqat mukallaf bilan vojib bo'lmaydi, boshqalarga vojib bo'lganligini bildirdi dedi. Bel ve min qibal gayri demek başkalarının vacib. İn vujudatul wilaya fiha ve vujub an-nafaqa. Demek qachon desa, uni idochilik qilib qolsa, birisi ega bo'lsa yoki xo'jayin bo'lib qolsa yoki baqadigan bo'lib qolsa, bu chaqda shunga berish kerak degan gap chiqib qoldi dedi. Agar shu bolasi cho'ng bo'lgandan keyin ma'lum sabablar tufaylidan beqilishga ehtiyoj bo'lib qolsa, beqish vojib. Masalan,
intayin kesel bir bola ekan. Men to'y qilibdi, bola chaqaloq qilibdi, o'zining ayrim iqtisodi bor ekan deydi. Ya bir mashina voqeasi bo'ldi, ya bir ish bo'ldi. U shunda beqilishga muhtoj bo'lib qolsa, dadasi beqish kerak. Dadasi shunday bo'lib qolsa, bolasi beqish kerak. Lekin normal ahvolda u sog' pul topadigan, o'zini qilgan ahvolda dadasi davomli beqish kerak. U ishlamay, jim yetib qolsa-mu, u dadasi beqish vojib bo'ladi shu. O'zining bir kunni o'zi og'dak bo'lgan qadar baqiladi. Chunki hozir qarasa, bu balog'atga yetgan chaqda u bola o'zining butun ehtiyojini o'zi qamdaydigan yo'q. U taqa o'qishning dastlabki bosqichlari bo'ladi. فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة. İmam Malik pul xeyzligadan zade kimga pul xeyzlisan, chiqimini qilsan, shuning sadaq fitrini berishing vojib bo'ldi deb qaradi. İmam Abu Hanifa yo'q, nega so'rab qolsan dedi. Demak, ayol pul xeyzlisimi, velayat bo'lmagan nuqtada. ولذلك اختلفوا في الزوجة. شوها ayol kishida ixtiloflashdi. وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون. Bunda rivayet mi kılındı dedi. Açtırak ha. Ruya merfuan degendin, unda açtırak rivayet kılındı degen çıkıdı. Velakinnahu gayru meşhur. Yani bu muttafakun aleyye sahih bir hadis emas demek. Lekin bazı belki bu Hasan derecesiga yetilgan hadis deyishi mumkin. Amal qilish bo'ladi. Mursal hadis. واختلفوا من العبيد في مسائل. Unda qulga munosabatlik bir necha masalalar ixtiloflashdi. Ihdaha kama qulna vujub zakatiha ala sayyid. Xo'jayini berishi vojib bo'ldi. Sadaqasini deydi. Agar uning qulning meli bo'lib qolsa-mu demakchi. Va dalika mabniyun ala annahu yamlik aw la yamlik. Demak bu masala qul bir narsa iyi bo'la olamdi, mol mulki iyi bo'lamam degan. Bo'la oladi degandan keyin andin buni o'z oldiga mol mulki bor ekan desak, andin talash açishni boshlaymiz. Bu o'z biramdi, qul biram. Lekin uning ig'dochilik qilish huquqi yo'q deb qolsak, o'z birda o'z bo'lmagan gap quruq gap. İkincisi fil abdül kafir hal yuaddi anhu zakatehu am la? Kafir bir kulu var ekan. Kafir kulu bo'lgan kishi kafir qulning sadaqa fitrini berib qo'yamdi, qo'ymamdi. Faqat Malik va Shafi'i va Ahmad laysa ala sayyid fil abdül kafir zakat. Buni bermaydi dedi. Va qala Kufiyun asasan Hanafi mazhabida alayhi zakat fihi. Kafir qulining zakatini berdi. Çünkü bu zakatun nüfus bo'lgandan keyin deydi. Va sababu fi ixtilafihim Enbiya talışlarının sebebini meğersek İhtilafun fi ziyadatil vardı fi zalika fi hadis ibn Umar. İbn Umar'ın hadisi de minel muslimin de bir ziyade kelgen. Ve huve kavluhu minel muslimin. Demek bu bazı rivayet kelgen, bazı kelmegenmiş o. Minel muslimin degen söz. Fe innehu kad khulife fiha nafi'un. بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. قد خولف فيها ديالنا biz bunları bir şey söyleyeyim. Nafi minel muslimin de bir rivayet kıldı. Bazı raviler minel muslimin diyen sözünü demeye rivayet kıldı. Yani bir taraftan da asli ravisi İbn Umar tavbadısın. İbn Umar بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. İbn Umar müşahidsiz rivayet qilib, o'zining kafir qullarga sadaqa fitir bergan. Bu jihatdan o'zining rivoyat qilgan hadisiga o'zining qilgan ishi xilof keldi demoqchi. Talashtatning ikkinchi bir sababi va kavnu zakatul vajibi ala sayyid fil abd hal hiya limakan an al abd mukallafun. Xo'jayinning shu qulininki sadaqa fitrini berish yoki xo'jayinga shu ishning vojib bo'lishi bu qul mukallaf bo'lganligi jihatdanmi yoki qul mol mulk qatoridan bo'lganligi uchunmi? فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام يقبو قلمو مكلف بربندا دب قرسا مسلمان بولشين شرط قلده كافرغا صدق فتر باميدو دب قرد ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه يقبو قل ديگان مال ملك قطاردن مال ملك o'xshaydigan narsa deb mol mulki qiyas qilsa qulning musulmon bo'lishini shart qilmay kafir bo'lsa-mu xo'jayini sadaqa fitr berishi vojib bo'ladi deb qaradi. قالوا ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزم إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات. قالوا إجماع كبته. Bu malta ve beğensin buldu diyen karışıkı dalalık diyen bu icma. Kul adam azat kılınıp düşünama. Azat kılınıp lekin xo'jayini onun sadaqa fitrini beğenmepti. Bu azat olgandan keyin qanday qildi? Beğensin buldu deydi. Beğensin buldu deydi. İcma var ki bu. Ya kul adetki Müslüman kulu olsun qanday qiladi? Bu hamda kafir qulning
zakatul fitrni xo'jayini bamsin bo'ldi degan bildirdi dedi. Agar qulninkini zot bamsin bo'lmaydi degan bo'lsa, mana ijmo qanday bo'ldi? Xo'jayini bermagan bo'lsa, o'zi kim berish kerak deb ijmo qildi. Bamsin bo'ldi degan ekan, misol ajratdi. Lekin kafaratlar olqasiyon o'zi berish kerak. Ya'ni qul azat qilingandan keyin uning kafarati bo'lsa gardinda, kafaratni o'zi berdi. Va salisa ixtilof bo'lgan masalaning uchinchisi fil mukatab. Mukatab degan xo'jayini bilan mancha qatam bo'lib, mancha pul akab bersam azatlikka erishaman deb to'xtamlashgan qul. Fa inna malga va batawr qala yuaddi anhu sayyiduhu zakatul fitr. Yani mukatabning sadaqa fitrni xo'jayini berib qo'ydi debdi. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لا زكاة عليه فيه لا زكاة على السيد فيه demakchi. Xo'jayini zakat berish kerak emas. والسبب في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد. المكاتب bir ehtimolda hurlikka erishishga topganda ekan. Bir ehtimolda yanala qildak. Bunda bo'lganki o'ttiri qolgan bir narsa bu. Ya u emas, ya bu emas bo'lganki bunga xo'jayini berish kerak emas debdi. والرابعة في عبيد التجارة. To'rtinchi masala tijorat qilaman deb qul sotib olgan bo'lsak, qul ekan, lekin buni elib sotib bunda qul tijorat qilgan lekin. Bu qullarga fitr kelamkan bunda. Zahaba Malik va Shafi'i va Ahmad ila anna ala sayyid fihim zakatul fitr. Xo'jayin bu tijorat qilayotgan qullarning mal qullari deydi bu. Buning sadaqa fitrini berish kerak deb. Va qala Abu Hanifa va g'ayruhu laysa fi abid at-tijara sadaqa. Masalan 100 qul ekan. 100 qulganda 2 kilodan 2 kilo sadaqa fitr. Ya onu bermaydi debdi. Va sababi xilaf muaradat qiyas lil umum. Qiyas umumga zid kelib qoldi. Va dalika anna umum ismal abd yaqtadi wujub zakati abid at-tijara va ghayrihim. Demak, alal hurri wal abd zugadista. Qul o'smi kildi dedi. Qullan bo'ldi ekan, qul ism daris kirdi ekan, bundan kildi dedi. Umumlikni bildi dedi. Va anda Abu Hanifa nadal umum mukhassasun bil qiyas. Imam Abu Hanifa bu umumni qiyas bilan fasila tutdi. Va dalika va ijtima' zakatayn fi malin wahid. Bir malda ikki tarafdan zakat jamlashib qoldigan ish yo'q. Bir malga ikki qatim zakat qildigan ish yo'qda qiyas bor. Amaliyotdan bu bir malga ikki zakat qilish yo'q zaten. Qanday bo'lsa, mal-mulk zakati bo'lsa. Maniga manda deb bir kelib, keyin yana bir tarafdan manda deb bir kelib, ikki zakat kelmaydi. Qulni mal deb qolsa, sana 40dan biri kirdi. Tijorat nimasi bo'lgandan keyin. Tovar dairasi kirgan ekan bu. Sotgan 40dan biri kirdi. 40dan biri qullanamdi. 40dan bir qulni ayirsan yoki qulni ayiribamda qanday qildi uni? Kambag'alga alama qulsiniki xizmat qilmasini bervasin bo'ldi. Kambag'al setib qilsin bo'ldi yoki pulini bersin bo'ldi. Mal o'rnida qolsa uni zakatdan olish vojib. Demak bu tijorat qilish maqsadiki qul ekan mal hisobida elib sotadigan. Lekin buning zakati degan u mal-mulkning zakati ayirmish kerak birsan 40dan birini berish. Ma'vo zakatun nufus. Bu boshqa bir badanga munosib zakat olan, ikki xil zakat olankin ijtimoiy bo'laverdi. Va kadalika ixtilafu fi abid al-abid va furu' hada al-bab kathir. Abid al-abid deganimiz shu qulning igidachilik qilish haqqi bormi yo'qmi? Igilik tiklayapmi, tiklayapmi? Igilik tiklayaplaydi degandan keyin ana qulninki, ya'ni quli bor ekan. Qulga masalan xo'jayini ma'qul narsa ishlat, sen quling bo'lsin deb berdi. Bunda holatdan bu qul o'zining qo'lidagi qulga zakat beramdi, ma'lumdir. Yani sadaqa fitrini beramdi, ma'lumdir demakchi. Bunda bo'lishyapti natayin. Mushkamcha aytgan masalan, shu qo'l masalan bir narsaga ig bulamamdi, bulamamdi degan masalan 14 tasaddichi o'zim ala bunga bir cho'q deb bo'ldi shu. Deb bo'ldi bir qismi yo'q ig bo'lamaydi dedi. Yani bir qismi ig bo'la oladi dedi. Lekin bakan bu ig bo'la oladi dedi bir qismi. Sanamda ig bo'lamaydi deb qaramay, shu majbur mushqarash bo'lishing kerak deb zo'rlayalım kim zo'rlayman ish qil qarash qoladigan gap. Tabiiy holatda fikr erkinligi bor. Al-fasl al-thalith mimma da tajib. Yani buni qanday narsalardan bilishimiz kerak? Sadaqa fitrni. Pul biramdi, bug'doy biramdi, guruch biramdi. Fayna qawman dhahabu ila annaha tajibu imma min al-burri aw min at-tamri aw min ash-sha'ir aw az-zabib aw al-aqd. Mushlardan keladi bug'doy, xoma, yak arpa, yak quruq uzum, yoki aqd degan qurut deymiz-ku. Bizning qurutog'i tezlik qildi qurut. Erimchik degani jubna bunda ma'lumni erimchik dedik. Süzme qilib, misol qatug'ini erimchik.
وأن ذلك على التخير للذي تجب عليه. demek مشن أصلن قان باسه اختيار هذا. وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد. Bazı alimlar şu jutda en köp ozuqlanışqa ishlatilgan ashliqdan bo'ladi. Yoki unday bo'lmay qolsa shu mukallaf o'zining yeydigan, odatda ko'paydigan tamoqni bir bo'ladi. Va vallazi haka Abdulvahhab anil mazhab. Demak bu Abdulvahhab, ya'ni Qadi Abdulvahhab Imom Malikning mazhabidan rivoyat qilgan qarashgan. G'olibi qutul balad degan gapdir. Bu Qadi Abdulvahhab Imom Malikning mazhabidagi cho'ng olimning birisi. Al-Ma'una fi mazhab alim al-Madina degan kitib bor. 4 mujallad. Başlayalım. Fıkh muqarrandagi kitap. Ve sebebi fi ihtilafihim. Endi bu olimlar nima uchun ixtiloflashdi? Yani mushun aslini bas bo'ldi, mushun istizimni tanlab. Yoki undan boshqa o'ziqlanayotgan narsa bas bo'ldi. Ba'zi jutda masalan u narsa emas, guruj davomli yeyildik emas. Malayziya, Indoneziyada yerda balki bug'doy, apa, nima gurujlamaydigan yer bor. اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر من ده çıkır toq رسول الله zamanında sadaq fitr muşun asıldan bir toq dedi. Sa'an min ta'am degene açlıqdan bir sa' demek. Muşunu da qılqılan. Çünkü bundan o'ylamagan yerdan gap chiqib qoldi. Tamoqdan degani bu taom degani bu burun qilinmasda etgan tamoq emas, ochliq degan gap. Taom degani ochliq demak. Yani etib bo'lgan yeydigan narsani ochliq deydi, lekin ko'pincha bunda avvalda ochliq. Bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis muttafaqun alayhi bo'lishi mumkin. Bu hadisdan faman fayma min hadal hadis mushna aslin qani ba'san bo'ldi deganlik chiqadi deb ixtiyorlikni tushungan bo'lsa, ayyun akhraja min hada az'anhu dedi. Qani ba'z bo'lardi dedi. ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سبب الإباحة وإنما سبب اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد. demek اختلاف المخرج yani aşna aslının aşlıklarının türlük bulup gitişi bunun qani basan buldu deganlik ibaha deganlik emas bu. Bu jutning ahvoli qarab tamir jutida tamir berdi. Api jutida apirdi da jutning ahvolini ko'rsatib tur degan gap bu deb tushunsa قال بالقول الثاني غالب قوت البلد degan gapni ondan chiqadi dedi. Va amma kam yajib qanchalik vojib bo'ladi? فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر. Demek ittifaq kelgan o'rni xo'milan arpini bir sa'dan kam bermaydi dedi. To'liq bir sa' berish kerak. Xo'ma arpidan berganda. واختلفوا في قدر ما يؤدي من القمح. بغداد كاين جو قانچalik bir do deganda bir savram do, yarım savmo deb ixtiloflashdi. فقال مالك والشافعي وأحمد مدانlar لا يجزئ منه أقل من ساعة. Bir sa'dan az bersa durus olmaydi. Gelini saqt olmaydi. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزئ من البر نصف ساعة. Yarım sa'a verib qalsa buğdaydan bo'ldi do. والسبب في اختلاف تعارض الآثار. demek bu yerda hadislar bir-biriga zid kelib qoldi. Valarga annahu jaa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bu hadis muttafaqun alayh, annahu qala kunna nukhrij zakat al-fitr fi ahd Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aqtin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib. Wa zahiruhu an bunun shunda qarasak, yani nas emas bunun zahiri annahu arada bi ta'am al-qamh. Xudda ta'am degan so'zdan buğday bertiq degandek bunda ko'rinib qoldi deydi ko'rinishda. Lekin unda gap yo'q shunami? Yani men burrenda nasbam yo'q, lekin zahiri darhalamda bizga ko'zimizga chiliqib qoladi. Wa rawaz Zuhri aydan an Abi Sa'id an abihi anna Rasulullah sallallohu alayhi vasallam qala fi sadaqati al-fitr sa'an min burrin bayna ithnayn aw sa'an min sha'irin aw tamrin an kulli wahid debdi. Yani hadisda bir sa' buğday 2 ga debdi shunami? Yani başka açlıklarga qarata şahidin bir sa', temirden bir sa' deb der bir adamga bir sa'dan. Lekin buğdaydan bir sa' 2 yetido debdi. 2dan bir sa' desam. Yani yarım sa'dan beçer bir adamga. Bu bilekmede buğdaydan bir sa' yo'qmi? Yo'q. Masala shu. Bu yerda ma g'alati tuylig'ini azar. İbn Munzir debdi. La na'lamu fil qamhi khabaran thabitan an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yu'tamad alayh. Buğdayni berishda haqiqatan jingda o'tirgan sayyidis yo'q debdi. Tamam. İbn Huzayma debdi ve zikrul hinta fi hadal khabar gayru mahfuz ve la adri mimman al-wahm. Ana hazır Suudi Arabiston'daki bir davlat nasa ve sünnetga amal qiladi. Hadis kaginni bir to'xtab
Hanifi mazhabi qimmatini bersan bo'ldi degan gapga unmay kejlik qilib, hadis kayini bir tutib bug'doy berdi. Bug'doyda mana amaliyotda bug'doyni sadaqatga berishda sayyati yo'q deb mandadi deydi hadis olimlar. Mayran qilgan bir ish. Qimmatini bilsakmi, yerdan ikki odamga bir sa bug'doy olib deb, mana arpaning qimmatiga bug'doyning qimmati o'xshamaydi. Albatta, masalan qo'noqning bug'doyga o'xshamaydi. Bug'doyning guruchga o'xshamaydi. Burunqi zamonlarda taxim o'xshamaydi. Ya'ni Rasululloh G'azida Ayshan hadisima hayotida bug'doy nonga bir to'yib boqmay dunyodan ketgandi. Nima uchun bug'doy uni o'sha ali atva bizning alaqa 60-70-yillarda 18 jang qo'noq 6 jang mo'netjing bug'doyni normatiga o'sha bug'doyni ancha-muncha mehmondochilik hamda akiltigan bolasi bo'lsa shunga berdi. Lekin odam normalda qo'noq zag'riyadan ketdi. Mana masalan. Çünkü Resulullah'ın zamanında unda buğday kang taşya unda emas, uni ko'pincha arpa, qo'ni unda yeydi. Lekin buğday qachonsa Sham, boshqa Iroq hududlari fath qilingandan keyin buğdayni tazkiyaga o'tgan chaqda undan unda qarasa buğday qimmatroq, oliroq tamoq bo'lgandan keyin. Mana 1 kilosa aning 2 kilo keldigan. Nahotki yerimini Hazrat Muaviya belgilab qo'ydi ekan. Taom deganda qamhida shariat uduldan chiqadigan. Udul chiqmaydi. Ehtimollik bor. Degan buni Abu Said buğday deb tushunganmi yoki unda asos shu ochliq deb tushunganmi vallahi. Nima kamda buni Abu Dawud rivoyat qildi. Baynasnayn deganni, lekin sal ojizroq. Nima? Wa ruya an ibn Musayyib annahu qala kana sadaqatul fitr ala ahd Rasululloh sallallohu alayhi wasallam nisfu sa'in min hintatin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin. Nisfu sa' min hintada buğday deb keldi. Lekin bu hadis nima? Mursal ibn Musayyibning Mursal da Şafii mezhebi yani bu da ammaydı. Emniyet özünün kaidesi İbn Musayyib'lerdek mesela kibar-ı tabi'inin rivayet kılgan mursal olsa hüccet yaparaydı. Lekin mani ammaydı. Falan akada bir hadis kâle nisfu sa'an minel bur. Demek müşahidisine asa buğdaydı yarım sa'a bersen buldu. Ebu Said'nin alaka rivayet kılgan sa'an min ta'an diyenine buğday da pişengeller. Kanaklıda bir sa'a bir iş gerek buğdaydı. Bunun da şair ve başka tamramın kıyas kılığı tutulan Şu açlık, bunun bir sağlığı, bunun bir sadık qaraydı. Lekin hozir musulmonning ehtiyoji, buğday unaslın darhol bersa, onu foydalanmaydi, onu setiladigan bo'lgandan keyin foydalanadigan, guruch vagim bor yoki pul bersan bo'ldi. Mana vaziyat nomasi bo'yicha. Bizda bo'lsa shu ochliqdan sanjib, odatda ochliqdan sanjib, ochliqdan sanjib puldan da. Uni qulay. Ba'zida buğday bunda açlıqni o'zini bergan umma o'zi aldib qaraydi. Nima uchun? İslam şeriatining bir faoliyatini dag'dug'liq namoyon qilib, pul bersan hech kim ko'rmaydi, tutmaydi qanuni. Lekin buğday ham qilsa, bozorda sen do'xaqlar oldi, bir nima bo'ldi bu? Tashviqot bo'ldi demak. Yani bir pul bersa, bunga xajlatib, Ach qoladigan, mumkin. Ba'zi dehqonlar pul berib qolsa, o'z pulam ashqandan tamoq yeb, ba'zi shayi chirkitib, o'ynab chiqdi, oila quruq nam yo'q aşağıda aç o'tirgan. Lekin ochlik qilib qolsa, o'rgatgan ekan, unda balchaqlari unda yalaydi degan. Mata tajibu zakatul fitr va amma mata yajibu ikhraju zakatul fitr. Qachon berish kerak buni narsa? Fa inna muttafaqu ala anna tajibu fi akhir Ramazon. Ramazonning oxirida vojib bo'lganligi ittifoq. Li hadis ibn Umar farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakatul fitr min Ramazon debdi. İbn Umar radhiyallohu anhuning min Ramazon deb kelgan dedi. Ramazondan yana Ramazondan chiqqandan keyin demakchi. Demak, o'sha oxirlashgan vaqtda Ramazonning oxirida demakchi. Vaqtalafu fi tahdidil vaqt. Lekin Ramazon tugab unda qachonda vojib bo'ldi zodi. Dal ash vojib bo'lgan vaqtin bir deb baqaydi degan niyada aniq ixtilof bor. Ramazon tugama, ro'z tugidi degan vaqt masalan. 30-29 kuni kechda ayt degan, aytning arabcha deydi. Şu kechda namozshamni o'qigandan keyin vojib bo'lamdi, yo xuftan o'qigandan keyin. Qachon desa, faqat Malik rivoyat ibn Qasim anhu tajibu bitulu al-fajr min yawm al-fitr. Ro'zatninki tong etishi bilan vojib bo'ladi. Lekin bu hadisning dalili farada zakatul fitr min Ramazon dedi. Zakatul fitr deb ataganligi o'sha hadisning dalili. Bu fitr nima? Al-fitr fi yawm al-eid demak. Demak, kuni tong atgandan keyin degan ekan. Zakatul fitr deganning fitr so'zidan bunda dalil. Wa rawahu ashhab annaha tajib bi ghurub ash-shams min akhir yawm Ramazon. Ramazonning oxirgi kunininki kun petishi bilan vojib bo'ladi. Namozsham bo'lishi bilan debdi.
Birinci qarashda Abu Hanifa tanlabdı birinci qarashda. Bitulul fajr min yawmil Eid demakçi. İkinci qarashda İmam Şafii tanladı. İkinci qarashdan da yani bulama arada zakatul fitr degandan fitr degan bu Laylatul Fitr degan bo'ldi bu. Men de tushunibdi. Oxir vaqtida o'sha dalalarchimi yo mush arliq birashlarni bo'lsa. Gadenga vacib bo'ldi vaqt. Masalan, Ramazon 30 kun keyin, lekin 29 kunida o'lab qolibdi adam. Bo'ldimi? Kelmaydi. Andan tug'ilganlar borda, burun tug'ilgan, keyin tug'ilgan deb bunda ayirsak, ayt namozini o'qib bo'lgandan keyin tug'ilgan bo'lsa, kelmaydi u. Lekin unda ilgari tug'ilgan bo'lsa, qachongacha falanchaqcha. Wa sabab ixtilafim hal ya ibadatun mutaalliqatun bi yawmil Eid? Bu Eid kuniga xos bir ibodatmi yoki Ramazonning chiqishiga qarashli ibodatmi? Lianna laylatul Eid laysa min shahr Ramazon. Chunki Eidning arif kechasi, ya tetin kecha Ramazon Eidin emas. Davanken bu yerda talash tortishning sababidan nima kelib chiqadi? Farq kelib chiqqan masala fil mavlud yuladu qabla al-fajr min yawmil Eid. Ramazonning oxirgi kuni kun patgan chaqda tirik tug'ilib bo'lgan bola bo'lsa, andan sadaqalar vojib bo'ladi. Keyin tug'ilgan bo'lsa kelmaydi deydi. Shu to'g'ri, kelmaydi deydi. Ha, kelmaydi deydi. Ilgari tug'ilib bo'lgan bo'lsa keldi deydi. Endi mana bu mazhab oxirda vaqti sal uzartibdi. Bamdat kadar tug'ilgan bo'lsa andan keldi. Bo'lmas kelmaydi. Demak bu kelarchilik tavamdi. Ba'zi kelarchilik majinninki o'tib ketdi demak. Anda uzilib ketdi. Ha, unda esa to'g'ri chiqdi. Demak bu kitobning iborati va foidat hada al-ixtilof fil mavlud yuladu qabla al-fajr min yawm al-Eid va ba'da maghrib ash-shams. Ramazonning oxirgi kuni kun patgandan keyin taki Eid kuni tong atqanda orliq tug'ilganlar bu zakat vojib bo'lamdi, bo'lmamdi degan qarash. Yani tong etish bilan vojib bo'ldi deb qaralsa, bu zakat keldi. Ya g'urub shams munosabatda desa, u zakat kelmaydi. Chunki g'urub shamsdan keyin tug'ilgan kim burunqa u o'tgan nimaga bermaydi. Ayat yo'q deydi. Shunday desa to'g'ri chiqadi. Kitobninki to'g'ri. Vojib bo'lish vaqtida ixtilofga vojib bo'lish vaqti. Yani vojib bo'lishdan eng oxirgi cheki deylar buni. Endi desa to'g'ri chiqadi. Hem nimaga elistiki illat chiqarib tushmaydi. To'g'ratal lisamiz tushmaydi. Kapının vasısının dedi andan beri küçük olandan dedi 3 yaşlı bolalar Ramazan tutmaydı olan. Lekin o illat hadis ko'rsatganda birlam illat emas. Bu illatning yeri emas. To'g'ratan lisamining rafaq va ta'matal masakin yani bu rizqalliga tahara, rizqalliga ta'mal masakin. Eğer birli illat olsa o illat yo'q buningda desak. Yeri mi bor? Al-fasl khamis fi masrifiha berildigan urullar degan. Berildigan joylar. Wa amma liman tusraf fa'ajma'u ala annaha tusraf li fuqara al-muslimin. Albatta kambag'allik berildi deb ijmo' var. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam aghnuhum an as-su'al fi hadha al-yawm. Yani aghnuhum an at-tawaf deb kelgan hadisda. Yani mush kunda, mush Eid kunda bo'lib tilab yurmasa, tilashga muhtoj qilmay bir nimasini qamdirib tanladimiz. Vaqtalafu hal tajuzu li fuqara az-zimma ahli zimmaning islom davlatida ahli zimmaning fakirlar vaki. Bo'lo bahsak olamdi. Val jumhur alana la tajuz lahum. Ko'pchilik olimlar ular bahsak bo'lmaydi deydi. Nima uchun? Sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim degan. Ya'ni musulmonning boylaridan elib kambag'allar qatirdi. Lekin bu sadaqatul mal, zakatul malning gapi. Shunami? Sharh İmam Azam'ın ve lazım bu hadis akrab bis-sawab. Kuchli qo'ygan ekan. Cho'qim. Ana sen de zamanında Rasul çoğu ahli mikbarda. Şu yakarab o'qish mumkin. Mesela Abu Hanifa tecuzu lahum dedi. Şu ahli zimmaga basim buldu dedi. Davulma icma. Ya icma adı tugab bo'ldi. Vaqtlafu deb yana ixtilof basim boshlaganmasmi? Vaqtlafu al tecuzu fuqara zimma dedi. Ahli zimmaning faqirlariga bas bo'lamdi bu zakat fitr. Cumhur bas bo'lmaydi. Abu Hanifa bas bo'ldi dedi. Nimaga asoslandi dedi? Dar bu yerda bir dedi. Bi vahdati diyar. Darul Islam, Darul Kufr tabarimizga bu islom diyori bir bo'lgan ekan, islom bir qonunga bo'ysungan ekan, o'sha o'xshashlardi. Lahum marana va alayhim alayhim degan ekan, bir qonun bo'ysungan musulmonlar hukmronlik qilib bo'lgan ekan, birimi deydi. Ondan nafl sadaqaga odat qolgancham biz yo'lda ketib berib, tilaydiganlarga berib mavzuga. Faqat azim bo'lsin uni bas bo'ldi deydi. Yana boshqa olimning bas bo'ldi deydi. Undan keyin
Şunga o'xshash bu. Uningga miqyos qildi. Ahli kitobda Ba'zi bo'ldi. masalan tilakkan. Ha, nafl sadaqan. Savob bo'lmasin. Savob bo'lmaydi. Yo'q, savob bo'ldi nima uchun? Fi kulli kabdin ratbatin sadaqa. Bu bir ishqa shu ishkizib qo'ysa, savob bo'lsa, bu bir inson, Alloh taolo yaratgan inson shumi. Ya, o istirotamlar degan, adil qilgan islom diyarida u nimalar da o'zining nimasida yashash kerak. Musulmonlar da izzat bilan yashaysa, avvalo sen da murak yashaydi. Aniyadi bo'm sag'irun olgan ekan, sag'ar bo'ldi. Sizga urushak mug'allagan yo'dim, ya'ni qilsanglar, sadaqa qilsang bo'ldi. Oyatda la yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum. Qiyosning yana birisi Abu Hanifning. Masalan, ahli kitobdan bir xotnagan bo'lsa, uni chiqimini qilib beramdi, qilib vojib. Beqish vojib. Buni o'xshash xuddi ahli zimmasining igidachligini yashaydi ahli zimma bo'lgan ekan. Sen baxsan bo'ldi uni. Qiyos qildi ekan. Va sabab ixtilofin hal sabab jawaziha wal faqr faqat. Buni elish durust bo'lgan sabab faqir ham musulmon bo'lsa, ikki sifat jug'lansa, andan elish durust bo'lamdi. Faman qala al-faqr wal-islam lam yuzhar lil-dhammiyin. Faqirlik bilan islom bo'lish kerak desa, ikkisi tansh tepilmagan ekan, zimmiyligi ba'sa durust bo'lmaydi. Ham hadisda yana minal muslimin deganim bor. Minal muslimin degandimmi balki bo'la chiqarishi mumkin. Bu hamda lekin zakat berdiganning sifati bo'lsa-mi, ashadisi muslimin ekan. Yani faturaddu fi fuqara'in degan, shunami? Bu jumlaning. Man qala al-faqr faqat ajazaha lahum. Ya faqirlik qilsam bo'ldi kifoya desa, ular bas bo'ldi. Vashtara qavmun fi ahli dhimma alladhina tajuz lahum an yakunu ruhbanan. Ba'zi olimlar shu zakat fitrini bas bo'ladigan zimmili qanda zimmili bo'lsa, rahiblar bo'lish kerak. Ada jamiyatga menda zimmili emas, Amsterdamda, cherkovdagi yerda rahib bo'lib indalar bas bo'ldi. وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله صلى الله عليه وسلم. لكن المسلمون إجماع قيغان أورن قيسا أش فرز زكاة وهو مال ملكن زكاة لره. بنا الله بأس بمايل. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ها؟ مكابر واسمه. آيات مؤلفة قلوبهم. هذا يكون بعد يوم بعد كمان. ما في يوم بعد. Çünkü miyadadır ehli zimme kafirler bası bulmaydı demek. Muallafa zaten kafir olsun o Kur'an'ın nasılan basan buldu ya ibadet. Hadir ehli zimmenin kafirler bası bulamdı. Fukara mesakin bulsa per zekanı bası bulmaydı mesela. Demek bu şundan Kitab-ı Zeka ahirleşkan buldu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين